yarimta ko'lar bilan kiradim. Hormanglarga ajoyibsiz-a? Kirmasdan oqibatni uzib yuborgandan Ha. yarimta bo'lsa ham kiraman. Chanqab ketishib qo'ydi. To'g'ri tushunadi, yuringchi. Assalomu alaykum, hormanglar. Hormanglar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Olyapsizlar? Sizlar ishlayapsizmi? Kuyov bola qani? Kuyov bola. Ashkularni ichib olasiz oladi. Aka bu albatta bir remont emas, remont darajadagi narsa. Bu sementovoy tiyaga, sementovoy shikaturka bo'ladi. Xudo xolasa aka, buni polni o'zimiz chiroyli dizaynlarda ishlab berganmiz. Qanaqa holat bo'ldi? Xudo xolasa aka, qirralariga bitta o'zingiz alohida e'tibor berib qo'yaverasiz endi. O'zi zavod. G'ishlarimiz ham oddiy shu suvoqdan chiqazganmiz. Xudo xolasa qirralari o'ta zabardast holatda chiqadi. Mana shu holatda topshirasiz. Uyingizni mana shu pashti 99% ga mana shu holatga olib kelib beramiz. Buni xohlagan paytingiz Travertin, Milano nima qilgisiz? Xotirjam. Ko'ngil tushsa, tushamasa aka, bu shu живой holatda ham o'zi butun dunyo his qilardi aka. Hozirgi paytda mana shu savollar trendga chiqyapti. Eshitib olib keldi aka. Zo'r chiqargan. Haqiqatda aka, g'ish holatda topshirsa, suvoq bitganda remont bitgan hisoblanadi. Remont pashta bitgan hisob bo'ladi. Ustalarimizga ham videolarga ham mustahkam holat bo'lish uchun buni sal nariroqda Travertin mustahkam qilib qirralarni ishlaydigan qilib beryapmiz. Zo'r aka, chotki ishingiz omad aka, pastda nomer qoldirib qo'yapmiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Qirg'izistonmi, O'zbekistonmi, 12 ta O'rta Osiyo bo'ylab. O'rta Osiyo bo'ylab xizmat qilib berishaveradi. Salomat bo'ling. Pastda nomer telefon qilib narx-navolardan xabardor bo'lsangiz bo'ladi. Sog' bo'ling. Aka, sog' bo'ling. Bo'ldi, rahmat aka.